ishlab, ularga loyihalar yozib, qishloq joylardagi kam ta'minlangan ayollarning imkoniyatlarini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan iborat. Farg'ona tumanining chekka hududlarida faoliyat olib borayotgan mahalla faol ayollari ishtirokida 3 kunlik seminar trening tashkil etildi. Ayollar va bolalar huquqlari bo'yicha, ular uchun yaratilgan reintegratsiya dasturlari bo'yicha seminar treningni o'tkazdik. Здесь вот дети приходят, они тут шьют. Вот это тоже своими руками дети делают. Мы работаем в 2 направлениях. Развиваем детей, которые имеют инвалидность, которые не обучаются в школах. И работаем параллельно с их родителями, женщинами, которые воспитывают детей с инвалидностью. И вот сейчас новый у нас проект от IPHR по созданию социального предпринимательства среди детей. Потому что те дети, которые к нам приходили в начале нашей деятельности, сейчас они уже выросли. Они выросли, закончили школу. И теперь с ними заниматься нужно по-другому. Их надо обучать, как зарабатывать на жизнь. Мы сейчас уже их обучим вышиванию, швейной работе. У нас будет маленькое предприятие социальное, где вышивают для туристов сумочки, там, кошельки. Bugun Farg'ona shahar viloyat nodavlat nojo'ra tashkilotlar uyida shu shahar va tumanlardan kelgan assotsiatsiya qoshida ochilgan korxonalarimiz rahbarlari, bosh hisobchilari, nodavlat nojo'ra tashkilot rahbarlari ishtirokida bu seminar trening bo'lib o'tmoqda. Sabab mana shu 4 ta kompaniyani loyihasi bilan birgalikda bosh hisobchilarini shu platformaga joylashtirish. Shu aynan nogironligi bo'lgan shaxslarimizni korxona rahbarini o'zi nogiron. Ular bugungi kunda shunaqa chiroyli mahsulotlarni ishlab chiqaryapti. Tikkan mahsulotlarini viloyat bo'yicha, so'ngra respublika bo'yicha va keyingi kelajakdagi maqsadimiz butun dunyo bo'yicha ularning tikkan mahsulotlarini shu loyiha asosida sotishni niyat qilganmiz. Bizni assotsiatsiyaning asosiy maqsadi shundan iboratki, shu Farg'ona viloyatida nogironligi bo'lgan insonlarni sportga jalb qilish orqali ularni shu hayotda o'z o'rnlarini topishlariga va nogironligi bo'lgan insonlarni xalqaro musobaqalar va jahon chempionatlariga tayyorlashdan iborat. Va loyiha doirasida 200 nafardan ziyod nogironligi bo'lgan insonlarni shu adaptiv sport turlariga keng qamrab olish. Aynan nogironligi bo'lgan shaxslarni adaptiv sportiga yo'naltirish nomli loyihamiz bilan ishtirok etdik va g'oliblikni qo'lga kiritgan holda bu loyihamizni asosan mazmun va mohiyati yoki yo'naltirilgan, qaratilgan maqsadlari Down sindromidagi bo'lgan, nogironligi bo'lgan bolalarni adaptiv sportiga yo'naltirishga qaratilgan hisoblanadi. Chunki bu yo'nalishlarda bizda Namangan viloyatida aynan Down sindromida ushbu loyiha bilan ishlayotgan birinchi loyihamiz bu. Bu sportning boshqa turlariga ham loyiha yozish va ularni hayotga jalb qilish maqsad qilib olganmiz. Loyiha doirasida ishchi guruhi tuzilib, ishchi guruhi dastavval ushbu sohada malakasi oshiriladi. Qariyb 20 kun mobaynida Namangan shahridagi avtobekatlarda 50 tasida monitoring o'rganish olib boriladi. Ishchi guruhi tarkibi nodavlat nojo'ra tashkilotlari, davlat tashkilotlari vakillari, shuningdek deputatlar korpusi vakili, jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalar vakillaridan iborat 20 kishilik ishchi guruhi monitoring va baholash ishlarini olib boradi. В данном проекте, который у нас называется «Трудоустройство лиц с инвалидностью», в котором мы сейчас работаем с IPHR, это работа, как работать предпринимателям, как работать лицам, которые предоставляют работу для лиц с инвалидностью. Нами подготовлена брошюра, в которой представлены все
новые внесенные изменения в законодательство. И если наши предприниматели ознакомятся с этими брошюрами, они будут знать, какие льготы они получат при приеме на работу лиц с инвалидностью. Agri-innovatsiya tashkiloti Yevropa Ittifoqi moliyaviy ko'magi asosida IPCR va Mehrjon hamkorlikdagi mini grant loyihasini g'olibi bo'lganmiz. 3000 yevrolik. Hozirgi kunda loyihamizning nomi Tabiatga e'tibor, kelajakka e'tibor nomli loyihani Qo'shtepa tumani aholisini o'rtasida ekologik madaniyatni, tibbiy savodxonlikni oshirish bo'yicha loyihamizni boshlash arafasidamiz. Yangi haftada o'sha loyihamizni joylarda seminar trening shaklida amalga oshiramiz. Bizni asosan maqsadimiz va nizomimizdagi maqsadimiz biz ekologik muammolarni bartaraf etish, aholini sog'lom turmush tarzi bilan o'sha ta'minlash asosiy maqsadimiz hisoblanadi va bizda volontyorlarni yetishtirish, ularni o'qitish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Yevropa Ittifoqi tomonidan grant g'olibi bo'ldik. Loyihamizning asosiy maqsadi bu ekovolontyorlarni o'qitib, ularni keyin 4 ta Farg'ona shahridagi mahallalarga o'sha volontyorlik faoliyatini olib borish uchun yuborish va u yerdagi tashkilotdagi muammolar, ekologik muammolarni o'rganib, ularni tegishli tashkilotlarga yuborish va shu bilan birgalikda kelgusida mana shu 40 ta o'qitgan volontyorlarimizni ekoklub tashkil qilib, ularda doimiy keyingi loyihalarda faoliyatlarni olib borishdan iborat. I'm head of the NGO Azam Tafakkur, and we work with youth, mostly with youth. We help youth with psychological, juridical consultations. And we're in this project, we're going to research vulnerable and disabled people, the access to the education. All this analytical report we are going to give to educational department and plus to schools, to educational centers. Tashkilotimiz mana shu og'ir ahvolga tushkunlikka tushgan ayollarga va o'smirlarga ijtimoiy, huquqiy, ekologik qo'llab-quvvatlashdan iborat. Maqsadimiz shunaqa nogironligi bo'lgan shaxslarga ham yordam ko'rsatishdan iborat. Raqamli xavfsizlik barcha uchun degan nomli loyihamizni hozir IPCR qo'llab-quvvatladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa mana shu hozirgi loyihamizda karsoqollarga o'qituvchilarni biz o'qitib turib, keyin o'quvchilarga ular doimiy ravishda yordam ko'rsatib keladi. O'qituvchilar va NNO vakillarini o'qitganimizdan so'ng o'qituvchilar o'zlarini o'quvchilariga olgan bilimlarini, ko'nikmalarini tarqatishadi, o'rgatishadi. Men Farg'ona viloyati Prometey imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalarni iqtisodiy, ijtimoiy, tibbiy, huquqiy himoyalash markazi rahbari. Hozir 13 dan ortiq ijtimoiy loyihalarni amalga oshirdik. Mana bugungi kunda IPCR xalqaro tashkiloti bilan birgalikda moliyalashtirilgan robo qizlar, ya'ni robototexnikada qizlar ishtirokidagi loyihamizni boshladik. Ushbu loyihaga 12 nafar o'sha kam ta'minlangan oilaning farzandlari bo'lgan qizlarni ishga to'garakka oldik. Istisno tariqasida bir ikkita o'g'il, asosan bizning to'garagimizga o'g'il bolalar qiziqyapti. Lekin istisno tariqasida mana ikkita o'g'il bolani ham oldik. Kelgusida tashkilotchilarga rahmat. Biz mana shu loyihani, ayni bizning loyihamiz qo'l keldi. Ana shu bolalar mana bizning to'garakka kelib qiziqib qatnashyapti.